Lapkalaringizni hali ham xuddi shunaqa ko'rinishda alishtirishdan charchadingizmi? Kelinglar, bugun sizlar bilan xuddi shu muammoni yechimini topamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Demak, bizga mana shunday mahsulotimiz kerak bo'ladi. Bu mahsulotni Uzum market va furnitura sotadigan magazinlardan topsangiz bo'ladi. Demak, mahsulotimizni ochib olamiz, ya'ni ichidagi mixchasini olib olishimiz kerak bo'ladi va ikkinchi tarafida ikkita g'ilofi va o'rtadagi prujinasi bo'ladi. Bu bizga ayni kerak bo'ladigan mahsulotimizdan biri hisoblanadi. Ana endi mashinkamizni mixini olib tashlaymiz. Endi bizga bu kerak emas. Endi apparatimizni mixini qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Oxirigacha kirgizib olib, qolgan apparatimizni, qolgan detallarini ham kirgizib olamiz. Va kirgizib olganimizdan so'ng ikkinchi tarafdan ushlab, mana shu tarafini aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Va ichidagi mixi mana shu joydan chiqib ketmasligi kerak, qizlarjonlar. Ana endi ikkinchi tarafidan itarib, lapkamizni bemalol joylashtirib olsak bo'ladi. Bu eng oson usullardan biri hisoblanadi, qizlarjonlar, va vaqtinglarni ham anchagina tejaysizlar. Aytgancha, bu videomiz bu apparatimiz haqida biladigan qizlarimiz uchun emas. Bu videoni tikuvchilikka endi boshlagan tikuvchi dugonangizga yuborib qo'ying.